Assalomu alaykum. Navbatdagi meblimizni bitirib berdik. Xudo xolasa. O'stirfimizni o'rtaga qo'yib berganmiz. Stolimiz kedr stol, rossiyskiy. Pufiklari avvalgi variantda ishlab berganmiz. Yumshoqqina qilib ishlab berdik. Bayonimizga keladigan bo'lsak, stolni gaz filtr vishkalarni o'rnatib berganmiz. Tandem roliklardan pastga qo'yadigan organizer, tandem rolik har doimgidek. Yonboshini kargo mexanizmi qo'yib berganmiz. Vakuumni hammasi. Berimizda esa poslomoyka o'rnatib berganmiz. Moykamiz eng full moykalardan eng oxirgi variantdagi moyka. Keyin esa musurchalak qo'yib berganmiz. Vakuumli pulloplar. Bu yonimizda esa oynali eshik aytib berganmiz. Uchkasi variantda stolimiz rossiyskiy 4 santlik stol. O'stirfimizdan stoli rossiyskiy stol. İkisi bir xil rangda. Yonimizda mikronovka bilan pechkani o'rnatib berganmiz. Xolodilnik ham joyina o'rnashgan. Bu yerimizda esa sensorli datchiklardan led qo'yib berganmiz. Teglari yonadi. Oynamizni polkasi ham yonadi. İki xil svetni ishlab berganmiz. Oq akril, pakchov akrillardan ishlab berdik. Giraverishimizda esa polka atib berganmiz. Oynali eshiklardan. Yaqqan bo'lsa, bir like bosib beramiz. Hamma o'zimizni joylashtirib berdik.